Bir aka Facebookga rasm almashtirdim, tagiga yozyapti-da. Ha deb yaxshilik qilavermang. Oxiri yaxshilikni kasofatiga o'zingiz qolib ketasiz. Bu odamlar yaxshilikni bilmaydi, savobni orqasi teshik deyapti. To'g'ri aytyapti u odam. Biz o'z yaxshilik qilishni ham bilmaymiz. Mana shu videoda oxirigacha ko'ring-da, yaxshilik qanday qilishini tushuntirib beraman sizga. Britaniyaga keldim. 6 oy bo'lyapti. Bola chaqamni sog'inganman, olib kelishim kerak. Viza olganman, bilet olganman, uy ola olmayapman, uy. Harakat qilyapman, uyga e'longa boryapman, bega e'longa boryapman. Hammasiga borsam 6 oylik pulini oldindan to'la. Chunki sen student ekansan deyapti-da. Chunki student odam bir yerda hali to'liq stavkada ishlamaydi. 20 soat ishlashga ruxsat berilgan bir haftasiga. Unga uyni pulini to'la olmaysan, $1,500 deyapti-da. Endi hali ham o'qib, ham ishlab, pul to'plab ulgi bo'lmayapti. Bu yerda bolalar dod olib ketmaysan bizni, 6 oy bo'lyapti deyapti. Men bir musofirchilikka ham chiqqan emasman. O'zbekistonda endi ishlab yurganman. Harakat qilyapman, hech yo'l ochilmayapti, uy ola olmayapman. Hammasi eng kam 6 oyligini oldindan to'lab ber deyapti. Endi 1,5 mingdan hisoblasam, yo'q 7-8 ming pul bo'lib qoladi. Nima qilishim bilmadim, kallam, ahlim ishlamadi. Keyin bir yaxshilik chiqib qolar. Men ham O'zbekistonda kimlargadir yaxshilik qilganman-da, ishlab yurganimda dedim-da. Bu yerda o'zbeklarda gruppasi bor-da. Facebookda mana avval ko'chib kelgan 5 yil, 10 yil, 20 yil oldin ko'chib kelgan o'zbeklarda gruppasi bor. Shu gruppaga akalar assalomu alaykum. Men O'zbekistondan keldim, 6 oy bo'ldi, studentman, mana u joyda yashayapman Angliyani. Bolalarimni olib kelishim kerak, uy topa olmayapman. Iltimos, agar sizlarda ham shunaqa bir imkoniyat bo'lsa, uy bo'lsa yoki uy bor odamni bilsanglar, iltimos menga yordam beringlar. 1 oylik to'lovini to'lashga pulim bor dedim. Endi 1,5 ming bor, 1 oyligini to'lashim kerak. Keyingi oyda yashasam yana to'lab ketaman. Shunga uy olishim kerak. Harakat qilyapman. Keyin bir bolalar telefon qilib qoldi. Aka yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat. Sizmisiz? Ha, menman. Mana shunaqa e'lon beryapsizmi? Ha, berdim. Ha, qaydasiz? Ha, men mana shunaqa degan joydaman. Ha, xo'p. Uy topdingizmi yo topaylikmi? Yo, menga uy kerak dedim. Ha, uy topdim dedim. Prosta kelib dedim, shuni yordam berish, shu puldan qiynalyapman. Sen bo'ldi aka dedi. Uyda egasini chaqirib turing, palon kuni, palon vaqtga biz oshnam bilan boramiz, sizga yordam qilamiz dedi. Bo'pti dedim. Kelishdi, uyda egasi bilan gaplashishdi. Nech pul deyapsan uyini? Mana shuncha deyapman oyiga. Ha, hop, nima qilish kerak? 6 oyligini oldin berish kerak, shartnoma tuzamiz. Hop. Cho'ntagidan pulni chiqardi. Tas sanadi, shunday berdi. Kaltini oldi uyda egasidan, menga berdi, shartnomani tuzdi, gaz, svet, suvlar men nomga o'tkazib berdi, yarim soat ichida o'tirishib. Kaltni berdi, aka salomat bo'ling dedi. To'xtanglar yigitlar dedim. Bu pulni to'lab yubordinglar 7-8 ming dedim. Men qanday to'layman buni dedim. Aytmayapsizlar, kimliginglarni aytmayapsizlar. Men nima qilaman buni? Keyin ertaga mononcha bo'lib ketib, men qiynalib yurmayapsam, aka dedi. Biz Allohning yo'lida sizga yaxshilik qildik dedi. Salomat bo'ling. Sizning kimligingiz, nimaligingiz, bizni ko'rganingizda so'rashingiz, yetti bukilib salom berishingiz yoki rahmat aytishingiz umuman qizig'i yo'q dedi. Biz Allohning yo'lida yaxshilik qilamiz dedi. Sizning kimligingiz qizig'i yo'q dedi. Kaltni berib ketdi. Shu baravari yo'q. Mana yaxshilikni qanaqa qiladi odamlar. Biz nima qilamiz? Men shu paytgacha qilgan yaxshiliklarimni aytib beraymi? Kimgadir nimadir yaxshilik qilsam, yo bir rahmat aytmading. Yo meni ko'rganda, "Ha, aka, yaxshimisiz?" deb qo'ymading-a, teskari qarab o'tib ketding-a, yoki nimanidir kutasizda. Xullas kalom qilgan yaxshiligingizni ta'na qilish bilan, yoki undan so'rab olish bilan, yoki shunchaki rahmat yoki bir nimadir umidvor bo'lingan yaxshiliklar bo'lganda, Mashiga kelganimdan keyin shu bolalar menga o'zbek bolalar dars berib ketdi. Yaxshilikni qanaqa qilish kerakligi, kimga qilish kerakligi. Ashunday haligi boshida kommentariy yozgan aka bor-ku, shu akaga hamda yaxshilikni qilsangiz, xolis Alloh uchun qiling aka. Bandasidan rahmatini yo salom berishini, sizni ko'rganda yetti bukilishini kutib qiladigan bo'lsangiz, u yaxshiligingiz rasho topib ketib qoladi. Boshqa qilib qilish kerak ekan. Shunday kelib $8,000 pulni to'lab, uyni menga berib, kaltini berib, aka salomat bo'lasiz dedi. Ketdi, bo'ldi, yo'q. Ashashi yo'q. Nima? Bo'ldi pulim, qachon qaytarasan? Yo'q. Mana Allohning yo'lida qiladigan yaxshilik. Siz qilavering, Xudoyim biladi-da, qayda, qachon qaytarib qo'yishni. Shunaqa kunlarni ham ko'rdik. Allohga behisob shukr. Salomat bo'lasizlar.